Bugungi videomiz yana ikkinchi holdan boshlanadi, ikkinchi tarafdan, 4-hol. Bilmadim, bu yo arablarniki bo'lim, yo konferensiya bo'yicha bo'ldi. Yana girsak bo'ladi. İtalya brendlarini ham ko'rib chiqamiz bugun. Bir narsa, bu İtalya brendlari umuman hozir bugun kelgan joyimiz narsa deyarli sotmaydilar. Faqat reklama uchun, o'zini borligini bildirish hamda brendoviy mahsulotlarni taqdim qilish uchun keladilar va bular odatda prямо shu yerni o'zida sotmaydilar. Tak. Svarka apparat texniklar uchun. Vrashlar ham ishlatsa bo'ladi вообще-то. Когда это узак? O Diamedi korxonasi biza ishlatadigan multi-unit apartamentlarni firmasi. Bu narsani dilleri O'zbekistonda bizning do'stimiz Amirjon bo'ladilar. Koreyani firmasi. Tak. Yana bitta muhim ma'lumot. Point Implant firmasi ham taqdimotda qatnashish uchun keldi. Point Implant bilan men ishlaganman va sifatli implant, juda ham chiroyli sifatli implant edi. Prosta nomi bizda ancha kuchli bo'lmaganligi uchun hamda logotipda muammolar borligi uchun, brend mahsuloti o'xshab ko'rinmaganligi uchun men ko'p ishlatmadim. Lekin ichini, implantini, o'zini sifatini gap bo'lishi mumkin emas edi. O'zi rostdan ham zo'r implant edi. Tak, ichidan nima chiqmagani uchun men qo'rqqanman. Zaglushka chiqmagani uchun sal qimmatlik qildi deb hisoblaganman. Zaglushkasi ham bo'lsa, albatta arzonroq tushgan bo'lar edi yoki yaxshiroq bo'lar edi narxini ichida bo'lsa. Bu bo'limi umuman o'tmagan ekanman. Shu bo'limni ham ko'radigan bo'ldi. Akşam chiqmagan ekan. Bu implant firma bilan ham men nalarni Kitaydanmi, Koreyadami? Koreyada ko'rgan ekanman. Koreyada gaplashib ketganman. Hali sertifikat va litsenziyalarimiz to'liq emas edi degani uchun bularning implantlardan foydalanmaganman. Ana qutisini o'zi ham unchalik bir brendoviy narsaga o'xshamay turadi. Pakovkani ahamiyati baribir bor deb o'ylayman. Ba'zi holatlarda bemorlarni o'zlari kuchli talablarni qo'yadilar. Biza bemorlar implantni o'zini ko'rsatishdan ko'ra qutisini ko'rsatamiz, chunki o'zini ko'rsatish imkoniyati deyarli yo'q. Ko'rsatgan bilan ham farqiga bormaydilar. Xo'p, u temani yig'ishtiramiz. Eng muhim kompaniyalardan birisi Megajin Enrich.